Yagonadir vataning sening. Xurshid Davron. Vatan o'zi nima? Donishmandlardan biri: vatan bu sening kindik qoning tomgan tuproq desa, ikkinchisi: vatan bu sen suygan odamlar manzili deydi. Boshqasi: vatan millat xotirasi deb zavqlanadi. Biz vatan kalimasiga ne so'zlarni qo'shib, aziz qadriyatlarga nom topamiz. Vatan tuprog'i, vatan tuyg'usi, vatan tarixi, vatan kelajagi. Inson uchun havo, quyosh, suv, non, ota-ona qanchalik aziz va muqaddas bo'lsa, vatan ham shunchalik mo'tabardir. Vatan ona tuproqdan boshlanadi. Vatanga muhabbat shu tuproqqa, ona qishloq dalalariga, ko'klam chog'ida lolazorga aylangan qir adirlarga, olislarda yuksalgan moviy tog'larga, hatto yantog'u saksovuldan boshqa giyoh unmagan dashtu sahrolarga bo'lgan muhabbatdan boshlanadi. Vatan muhabbati ota-onaga, aka-ukaga, opa-singilga, do'st birodarga bo'lgan mehr bilan qo'shilib ketadi. Nafaqat inson, hatto qushlar ham o'z yurtlarini sog'inadi. Dov-daraxtlar o'z yurtlarini qo'msaydi. Aytishlaricha, Amerikada 1000 yilcha umr ko'radigan daraxt bo'lar ekan. Fransuzlar uni havas bilan o'z yurtlariga olib kelib ekishibdi. Nihollar o'sib, ko'kka bo'y cho'zibdi. Yillar o'tib bog' o'rmonga aylanibdi. Ammo oradan 30-40 yil o'tgach, kutilmagan voqea yuz beribdi. Suv ichib yashnab turgan daraxtlar o'z-o'zidan qurib qolibdi. Olimlar falokat sabablarini izlay boshlashibdi. Uni aniqlashgach, hayratdan yoqa ushlashibdi. Bu daraxtlar qurigan pallada Amerika qit'asida qattiq qurg'oqchilik bo'lib, u yerdagi shu navli daraxtlar ham qurib qolgan ekan. Shunda olimlar bir-birlaridan ancha olisda bo'lgan daraxtlarni birlashtiruvchi qandaydir kuch, qandaydir sir bor ekan degan xulosaga kelishibdi. Ko'rdingizmi? Aqlimiz anglashga ojiz. Bu sirli aloqa vatan tuyg'usi bilangina izohlanishi mumkin. Vatan ona kabi yagona. Yagonaligi bilan muqaddas va mukarram, mukarramligi bilan esa bebaho va beqiyosdir.